Assalomu vatandoshlarimiz, xudo xolasa, hop, Tojikiston Dushanbedan qaytdik. Xudo xolasa Xo'jandga yo'l oldik. Dushanbedagi ishlarimizni fond yakunlab, hozir Perivalga yetib kelganmiz. Perivalda fondni o'sha qaychili holatdagi mana o'sha xavfli burilishlar. Mana shu Kamas Fura, okey, Tojikiston. Mana shu Fura pastdan chiqib kelyapti. Mana shu yo'lda sekin o'zini yo'lidan strechga o'tar ekanda, kelgan mashina kutib turar ekan. O'tib olguncha. Chunki sig'mas ekan Fura. Mana o'sha tepada mana signal chopib ketyapti. Mana qarab turinglar. Tushma deyapti mana. Tushmay tur deyapti, harakat qilyapti. Chunki yuki bilan chiqib ketyapti. Zo'rg'a burib oldi, bor zo'rg'a, arang burib oldi. Mana jarliqni qaranglar, o'ta hech qanaqa bir barder, beton qo'yilmagan. O'sha 1 metr, 1,5 metrdan keyin xudo xolasa bag'i jarliq. To'g'ri afsola sof. O'ta chuqurlik. Siz kuzatishda davom eting, xudo xolasa O'zbekiston, Tojikiston, Pon Yesingi davlatlarga dastlabkilarimiz, darvozalarimizni o'rnatib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin.